Bugun men pensionerlar uchun kuchga kirayotgan yangi tartiblar va cheklovlar haqida juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-ona, bobo yoki pensiya yoshiga yaqin inson bor. Eng xavfli joyi shundaki, ko'pchilik bu qoidalardan bexabar qoladi. Keyin esa pensiya to'lovi kechikadi, imtiyoz bekor bo'ladi. Ortiqcha to'langan pulni qaytarish talab qilinadi yoki hujjat sababli yugur boshlanadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men kimlar xavotir olishi kerak, kimlarga bu cheklovlar ta'sir qilmaydi. Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi va amalda nima qilish zarurligini birma-bir tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar bir kun kelib sizni yoki yaqinlaringizni katta muammodan saqlab qolishi mumkin. Avval pensionerlarning ko'pchiligi pensiyasini odatdagi tartibda olib kelardimi? Kimdir bank kartasiga, kimdir naqd shaklda, kimdir ishonchnoma orqali farzandi yoki qarindoshi yordamida olardi. Ayrim ma'lumotlar davlat idoralari o'rtasida avtomatik almashmagan. Shuning uchun odamning ishlayotgan, ishlamayotgani, chet elga chiqqani, daromadi o'zgargani, yashash manzili almashgani yoki nogironlik holati qayta ko'rilgani haqida pensiya jamg'armasiga vaqtida ma'lumot yetib bormasligi mumkin edi. Natijada ayrim pensionerlar o'zlari bilmagan holda ortiqcha to'lov olib qo'ygan. Keyin esa davlat bu summani qaytarishni talab qilgan. Endi tartiblar ancha qat'iylashmoqda. Asosiy o'zgarish shundaki, pensioner haqidagi ma'lumotlar ko'proq elektron bazalar orqali tekshiriladi. Ya'ni bank, soliq, bandlik, AXDG, migratsiya, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, kadastr va boshqa tizimlardagi ma'lumotlar bir-biri bilan solishtirilishi mumkin. Bu oddiy pensioner uchun qo'rqinchli tuyulishi mumkin, lekin aslida maqsad bitta. Pensiya va ijtimoiy to'lovlar haqiqatan ham huquqi bor odamga to'lanishi, soxta hujjat, noto'g'ri ma'lumot yoki yashirilgan holatlar sabab budjetdan ortiqcha pul chiqib ketmasligi. Lekin men bu yerda muhim narsani aytaman. Yangi cheklovlar hamma pensionerning pensiyasini avtomatik kamaytiradi degani emas. Bu noto'g'ri tushuncha. Ko'p pensionerlar uchun hech narsa o'zgarmaydi. Agar siz yoshga doir pensiya olsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash manzilingiz aniq bo'lsa, bank kartangiz o'zingizniki bo'lsa va qonuniy tartibda pensiya olayotgan bo'lsangiz, vahimaga tushishga hojat yo'q. Xavotir asosan ma'lumotlarim o'z kelmaydigan, ishonchnoma bilan uzoq vaqt pensiya oldirayotgan, chet elda uzoq muddat yurgan, qo'shimcha to'lov yoki imtiyoz oladigan, ishlash holatini yashirgan yoki nogironlik bo'yicha qayta tekshiruvdan o'tish kerak bo'lgan fuqarolarga tegishli. Birinchi cheklov bank kartalari va pensiya olish tartibiga tegishli. Hozir ko'p joylarda pensiya to'lovlari bank kartasi orqali amalga oshirilmoqda. Bu pensioner uchun qulay, navbatda turmaydi. Pulni xohlagan paytda yechadi, farzandi boshqa viloyatda bo'lsa ham yordam beradi. Lekin shu bilan birga xavf ham bor. Masalan, pensionerning kartasi o'zida emas, farzandida bo'lishi mumkin. Farzand pulni yechadi, lekin pensionerning o'zi bundan to'liq xabardor bo'lmasligi mumkin. Yoki karta yo'qoladi. PIN kod boshqalarga ma'lum bo'ladi. Keyin pul yechib olinadi. Yangi tartiblarda pensionerning shaxsiy ishtiroki va shaxsini tasdiqlash masalasi kuchayadi. Misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi 72 yoshli pensioner onaxon oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. Uning kartasi o'g'lida. O'g'li har oy pulni yechib onasiga naqd beradi. Agar hammasi rozilik bilan bo'lsa, bu jinoyat emas. Lekin bank yoki pensiya jamg'armasi pensionerning o'zi puldan foydalanayotganini aniqlash uchun ayrim hollarda shaxsiy tasdiq so'rashi mumkin. Agar pensionerning o'zi kartadan umuman xabarsiz bo'lsa, bu katta muammoga aylanadi. Shuning uchun men doim aytaman. Karta pensionerning o'z nomida bo'lishi, PIN kod begonalarga berilmasligi, pul yechilganda esa pensionerning roziligi aniq bo'lishi kerak. Ikkinchi muhim masala ishonchnoma orqali pensiya olish. Oldin ko'p odamlar notarial ishonchnoma qilib pensioner nomidan pensiya olib kelardi. Bu ayniqsa yotib qolgan, harakatlanishi qiyin yoki qishloqda yashaydigan pensionerlar uchun zarur edi. Endi bu sohada ham nazorat kuchaymoqda. Ishonchnoma haqiqiy bo'lishi, muddat tugamagan bo'lishi, pensioner tirikligi va roziligi tasdiqlanishi kerak. Agar ishonchnoma muddat tugagan bo'lsa, bank yoki mas'ul organ to'lovni to'xtatib turishi mumkin. Oddiy vaziyat. Takim yoshli bobo kasal. Nabirasi uning pensiyasini ishonchnoma bilan olib turadi. Ishonchnoma 2 yilga berilgan,
lekin muddat tugaganini hech kim payqamagan. Nabir odatdagidek banka boradi, lekin pul berilmaydi. U asabiylashadi. Nega to'xtatildi deydi. Aslida sabab oddiy, hujjat muddati o'tgan. Bunday vaziyatda janjal qilish emas, notarius orqali yangi ishonchnoma rasmiylashtirish yoki pensionerning holatiga qarab uyga notarius chaqirish kerak bo'ladi. Uchinchi cheklov ishlayotgan pensionerlarga taalluqli. Ko'pchilik o'ylaydi. Men pensiya zamon yana ishlasam ham hech kimga aloqasi yo'q. To'g'ri, yoshga doir pensiya oluvchi odam ko'p holatlarda ishlashi mumkin. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki ijtimoiy yordamlar daromadga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar pensioner rasmiy ishga kirsa, soliq bazasida bu ko'rinadi. Shunda u olayotgan ayrim kompensatsiya yoki moddiy yordam qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, pensioner oyiga 1.500.000 so'm pensiya oladi. U yana qo'riqchi bo'lib ishga kirib, oyiga 2 million so'm maosh ola boshlaydi. Yoshga doir pensiyaning o'zi to'xtatilmaydi, lekin agar u kam ta'minlangan oila sifatida qo'shimcha yordam, kommunal to'lov bo'yicha kompensatsiya yoki boshqa daromadga bog'liq imtiyoz olayotgan bo'lsa, bu qayta tekshiriladi. Sababi davlat sizning umumiy daromadingiz o'zgardi deb hisoblaydi. Demak, muammo pensiyaning o'zida emas, balki pensiyaga qo'shib beriladigan ayrim ijtimoiy to'lovlarda bo'lishi mumkin. To'rtinchi masala chet elga chiqib ketgan pensionerlarga tegishli. Agar pensioner qisqa muddatga davolanishga, mehmonga yoki ziyoratga chiqsa, odatda bu muammo emas. Lekin uzoq muddat chet elda yashab qolsa, pensiya to'lash tartibi bo'yicha qo'shimcha talablar paydo bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda pensionerning tirikligi, yashash joyi, fuqarolik holati va to'lovni olish huquqi tasdiqlanishi talab qilinadi. Hayotiy misol, bir pensioner Rossiyadagi farzandinikiga akasi oyga ketdi. Pensiya esa O'zbekistondagi kartasiga tushib turdi. Kartani boshqa qarindoshi yechib turdi. Bir kuni to'lov tekshiruvga tushdi. Chunki pensioner uzoq vaqt mamlakatda bo'lmagani ko'rindi. Bu degani pensiya albatta bekor bo'ladi degani emas. Lekin organlar pensionerning holatini aniqlashni so'rashi mumkin. Bunday vaziyatda konsullik orqali, elektron xizmatlar orqali yoki vakil orqali zarur tasdiqlarni taqdim etish kerak bo'ladi. Eng yomoni bilmayman, o'zi tushib turibdi-ku deb yurish. Chunki keyin ortiqcha to'lov hisoblanib qolsa, qaytarish talabi chiqishi mumkin. 5-cheklov nogironlik pensiyasi va nafaqalariga tegishli. Nogironlik bo'yicha to'lov oladigan fuqarolarda tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi juda muhim. Agar nogironlik muddatsiz belgilanmagan bo'lsa, belgilangan muddat tugaganda qayta ko'rikdan o'tish kerak. Oldin ba'zi odamlar muddat tugaganini unutib qo'yar. To'lov esa vaqtincha davom etishi yoki keyin to'xtab qolishi mumkin edi. Endi elektron nazorat kuchaysa, muddat tugashi bilan to'lov avtomatik to'xtatilishi yoki qayta tekshiruv talab qilinishi mumkin. Masalan, Irg'u nogironligi 2025 yil 20 martgacha belgilangan bo'lsa, fuqaro fevral oyidayoq poliklinika va tegishli komissiya jarayonini boshlashi kerak. Agar u aprel oyida eslasa, mart yoki aprel to'lovi to'xtab qolishi mumkin. Keyin hujjatlarni qayta tiklashga vaqt ketadi. Shuning uchun nogironlik hujjatining muddatiga juda e'tibor bering. Bu yerda eng katta xato oldin o'zi davom etar deb beparvo bo'lish. 6-masala bog'chasini yo'qotganlik bo'yicha pensiya va nafaqalar. Bu turdagi to'lovlarda oluvchining yoshi, o'qishi, oilaviy holati, ishga joylashgani muhim bo'lishi mumkin. Masalan, talaba o'qishni tugatsa yoki kunduzgi ta'limdan chetlatilsa, u avvalgi huquqini yo'qotishi mumkin. Agar bu haqda vaqtida xabar berilmasa, ortiqcha to'lov yuzaga keladi. Misol, 20 yoshli talaba otasidan qolgan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olyapti. U kunduzgi bo'limda o'qiyotgani uchun huquqi bor. Lekin keyin o'qishdan akademik ta'til oldi yoki sirtqi ta'limga o'tdi. Agar bu holat to'lovga ta'sir qiladigan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga ma'lumot berilishi kerak. Aks holda bir necha oy yoki 1 yil o'tib, siz ortiqcha olgansiz, qaytaring degan talab kelishi mumkin. 7-masala yashash manzili va ro'yxatdan o'tish bilan bog'liq. Pensiya odatda fuqaroning doimiy yashash joyi va shaxsiy ma'lumotlari asosida yuritiladi. Agar pensioner boshqa viloyatga ko'chib ketgan bo'lsa, lekin hujjatlarda eski manzil qolgan bo'lsa, xat, chaqiruv, tekshiruv yoki bank ma'lumoti unga yetib bormasligi mumkin. Keyin odam menga hech kim aytmadi deydi. Lekin tizim eski manzilga xabar yuborgan bo'lishi mumkin. 8-muhim nuqta ortiqcha to'langan pensiya va uni qaytarish. Bu eng og'riqli masala. Odamlar ko'pincha shunday deydi.
pulni o'zlari tashlabdi, men aybdor emasman. Lekin qonunchilikda agar fuqaro noto'g'ri ma'lumot bergani, o'zgarishni yashirgani yoki huquqi bo'lmagan to'lovni olgani aniqlansa, ortiqcha summa qaytarilishi mumkin. Ba'zida bu summa kichik bo'lmaydi. Masalan, oyiga 500 ming so'mdan ortiqcha qo'shimcha to'lov 2 oy davomida tushgan bo'lsa, 6 million so'm qarz chiqadi. Pensioner uchun bu juda katta yuk. Men tomoshabinlarga aniq qilib ajratib beraman. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olsangiz, O'zbekistonda yashasangiz, pensiyangiz bank kartangizga tushsa, kartangiz o'zingizda bo'lsa, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, sizga vahima kerak emas. Siz faqat ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'ysangiz kifoya. Xavotir olishi kerak bo'lganlar esa quyidagilar: ishonchnoma orqali pensiya oldirayotganlar, uzoq muddat chet elda bo'lganlar, nogironlik muddati tugayotganlar, boquvchisini yo'qotganlik to'lovi oluvchilar, ishlayotgan bo'lsa ham daromadga bog'liq yordam olayotganlar, subsidiyalar va kompensatsiyalar oladiganlar, yashash manzili o'zgarganlar, pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilangan bo'lsa ham pensiya bazasida eski ma'lumot qolganlar, kartasini boshqa odam ishlatayotganlar, yana bir toifa bor. Pensiya miqdorini qayta hisoblatmoqchi bo'lganlar, ba'zan odamning ish staji, ish haqi, arxiv ma'lumotlari keyin topiladi, u pensiyasini oshirishga haqli bo'lishi mumkin. Lekin yangi tartiblar sabab hujjatlar yanada puxta tekshiriladi. Shuning uchun soxta ma'lumot, noto'g'ri ma'lumotnoma, arxivda tasdiqlanmaydigan ish staji bilan murojaat qilish juda xavfli. Bu nafaqat rad javobiga, balki avvalgi to'lovlarni ham qayta ko'rishga olib kelishi mumkin. Birinchi nozik jihat: pensiya va nafaqa bir xil narsa emas. Ko'pchilik hammasini pensiya deb ataydi. Aslida yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya, subsidiya va moddiy yordamning shartlari farq qiladi. Biriga ishga kirish ta'sir qilmasligi mumkin, boshqasiga esa daromad darhol ta'sir qiladi. Shuning uchun qo'shnim ishlaydi, unga hech narsa bo'lmadi, demak menga ham bo'lmaydi deb xulosa qilish xato. Ikkinchi nozik jihat: bank kartasiga pul tushgani bu pul sizga abadiy tegishli degani emas. Agar keyin sizning huquqingiz bo'lmagani aniqlansa, pul qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun shubhali to'lov tushsa, masalan odatdagidan 2 barobar ko'p pul kelsa, darhol aniqlashtiring. Xursand bo'lib sarflab yubordim degan gap keyin yordam bermaydi. Uchinchi nozik jihat: pensioner vafot etgandan keyin tushgan to'lovlar. Bu juda og'ir, lekin amalda ko'p uchraydigan holat. Inson vafot etadi, lekin bank kartasiga keyingi oy pensiya tushib qolishi mumkin. Qarindoshlar uni yechib ishlatsa, keyin bu pulni qaytarish talab qilinadi. Va hadaya va ma'lumoti tizimga kechikib tushishi mumkin. Lekin bu pulni olishga huquq beradi degani emas. Vafot holatida qarindoshlar tegishli idoralarga xabar berishi, daf puli yoki qonunda belgilangan boshqa to'lovlar bo'lsa, alohida tartibda murojaat qilishi kerak. 4-chi nozik jihat: pensionerning uyida yashaydigan farzandlari daromadi. Ba'zi ijtimoiy yordamlar oilaning umumiy daromadiga qarab belgilanadi. Pensionerning o'zi kam pensiya olishi mumkin. Lekin ro'yxatda u bilan birga yashovchi farzandi rasmiy katta maosh olsa, ayrim yordamlar rad etilishi mumkin. Bu yerda odamlar ko'p xafa bo'ladi. Axir o'g'lim menga pul bermaydi-ku. Lekin tizim hujjatdagi oila tarkibi va rasmiy daromadga qaraydi. Shuning uchun ro'yxat, yashash manzili, oila tarkibi ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi muhim. 5-chi nozik jihat: qarzdorlik va ijro hujjatlari. Pensionerning bank kartasiga pensiya tushsa, ayrim qarzlar, aliment, sud qarori yoki ijro hujjatlari bo'yicha ushlab qolish masalasi chiqishi mumkin. Qonunda pensiyadan ushlab qolish chegaralari va tartibi bor. Lekin odam buni oldindan bilmasa, karta pulidan kamayish ko'rib vahimaga tushadi. Agar kartangizdan pul ushlab qolinsa, darhol bankdan ko'chirma oling, majburiy ijro byurosi yoki tegishli organdan asosini so'rang. Bank o'zi olib qo'ydi deb o'ylamang. Odatda buning orqasida ijro hujjati bo'ladi. 6-chi nozik jihat: hujjatdagi ism familiya farqlari. Masalan, eski mehnat daftarchasida Abdullayeva deb yozilgan. Pasportda Abdullayeva bo'lishi mumkin. Yoki tug'ilgan sana bir joyda 1978 yil 2 iyun, boshqa joyda 1978 yil 21 iyun bo'lib qolgan. Bunday mayda ko'ringan xatolar pensiya hisoblashda katta muammo qiladi. Yangi elektron tekshiruvlar bunday nomuvofiqliklarni tezroq aniqlaydi. Shuning uchun arxiv hujjatlari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar tayyor bo'lishi kerak.
Birinchi qadam. Shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirtiring. ID karta yoki pasport, JSHIR, yashash manzili, telefon raqam, bank karta ma'lumotlari pensiya jamg'armasida to'g'ri ko'rsatilganmi? Shuni aniqlang. Buning uchun tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Agar elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, may.gov.uz orqali ham ayrim ma'lumotlarni tekshirish imkoniyatlari mavjud. Ikkinchi qadam. Pensiya turini aniq biling. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi, nogironlik pensiyasimi, o'quvchisini yo'qotganlik to'lovimi yoki ijtimoiy nafaqami? Har birining sharti boshqacha. Pensiya hujjatingiz, tayinlash qarori yoki jamg'arma bergan ma'lumotnomani saqlab qo'ying. Uchinchi qadam, bank kartangizni tartibga keltiring. Karta o'zingizning nomingizda bo'lsin. PIN kodni hech kimga aytmang. Agar farzandingiz yordam bersa ham, har oy qancha pul tushgani, qancha yechilgani haqida bilib turing. Bank ilovasini ishlata olmasangiz, bankda SMS xabarnoma ulattiring yoki ishonchli odamingiz bilan birga tekshiring. Karta yo'qolsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib blok qildiring. To'rtinchi qadam, ishonchnoma bo'lsa muddatini tekshiring. Notarial ishonchnomaning amal qilish muddati qachon tugaydi? Vakil kim, vakilga qanday huquqlar berilgan? Bularni ko'ring. Agar pensioner yotib qolgan bo'lsa, notariusni uyga chaqirish imkoniyati haqida so'rang. Ishonchnomani oxirgi kunga qoldirmang. 5-qadam, agar nogironlik bo'yicha to'lov olsangiz, tibbiy hujjatlarni oldindan tayyorlang. Poliklinikadagi shifokor xulosalari, davolanish varaqalari, analizlar, epikrizlar, avvalgi komissiya hujjatlari tartibli papkada tursin. Muddat tugashidan kamida 1-2 oy oldin harakatni boshlang. 6-qadam. Agar chet elga uzoq muddat ketayotgan bo'lsangiz, ketishdan oldin pensiya jamg'armasidan tartibni so'rang. Men 6 oyga yoki yilga ketmoqchiman. Pensiyam bo'yicha qanday majburiyatim bor? deb yozma yoki rasmiy tushuntirish oling. Chet elda bo'lsangiz, konsullik bilan bog'lanish yo'llarini oldindan bilib qo'ying. 7-qadam, ishga kirgan bo'lsangiz yoki daromadingiz o'zgargan bo'lsa, ayniqsa qo'shimcha ijtimoiy yordam olayotgan bo'lsangiz, bu haqda aniqlashtiring. Sizning pensiyangiz to'xtamasligi mumkin, lekin yordam yoki kompensatsiya shartlari o'zgarishi mumkin. Keyin katta qarz chiqmasligi uchun oldindan so'rash foydali. 8-qadam. Ortiqcha yoki g'alati to'lov tushsa sarflab yubormang. Avval bank ko'chirmasini oling, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Menga odatdagidan ko'p pul tushdi. Asosi nima deb so'rang. Agar xatolik bo'lsa, uni vaqtida qaytarish keyingi muammolardan saqlaydi. 9-qadam. Barcha hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotlari, nikoh yoki familiya o'zgarishi hujjatlari, nogironlik xulosalari, bank rekvizitlari, ishonchnoma nusxasi, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar bir joyda tursin. Pensionerning farzandlari ham bu papka qayerda ekanini bilsin. 10-qadam. Murojaatni og'zaki emas, yozma qiling. Agar pensiya to'xtab qolsa, kamayib qolsa yoki tushunarsiz ushlab qolish bo'lsa, faqat og'zaki so'rash bilan cheklanmang. Ariza yozing. Arizada FIA, shish, manzil, telefon raqam, muammo mazmuni va talabingizni aniq yozing. Masalan, pensiya to'lovim 2025 yil mart oyida tushmadi. Sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Arizangizning kirim raqamini oling. Shunda javob talab qilish oson bo'ladi. Demak, asosiy fikr shuki, yangi tartiblar pensionerlarning hammasini jazolash uchun emas, balki pensiya va ijtimoiy to'lovlarni aniq, qonuniy va shaffof qilish uchun kuchaymoqda. Lekin hujjatida xato bor. Ishonchnomasi muddati tugagan, chet elda uzoq qolgan, nogironlik muddati o'tgan, daromadi o'zgargan yoki qo'shimcha yordam oladigan pensionerlar albatta hushyor bo'lishi kerak. Eng to'g'ri yo'l oldindan tekshirish, hujjatlarni tartibga solish, shubhali to'lovni aniqlashtirish va barcha murojaatlarni rasmiy qilish. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq uning kartasi, hujjatlari, ishonchnomasi, yashash manzili va pensiya turi bo'yicha ma'lumotlarni tekshirib qo'ying. Bir kunlik e'tibor keyinchalik oylar davom etadigan muammoning oldini oladi. Sizda pensiya to'xtashi, kamayishi, karta orqali pul yechilishi, ishonchnoma yoki nogironlik hujjatlari bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga ulashing va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensionerlar
nafaqalar, imtiyozlar va davlat to'lovlari bo'yicha eng muhim ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.